Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana Koreyadan kelgan, O'zbekistonda hali ishlamagan apparatimiz bor, sotuvga qo'yapmiz. Apparatimizning reduktorlari ochilmagan, jatkalarining holati ideal holatda. Apparatlarimiz radnoy ichidagi kraskalari hali ketmagan, qo'llari, beshlik qo'llari baquvvat holatda. Ichki holatlari mana kraskalari ketmagan. Ideal holatda turibdi. Koreyani o'zida o'sha Koreyani shpakat iplari qo'yilgan holatda kelgan. Apparatlariga vizualniy apparatiga umuman kulush tegmagan, Koreyani o'zida ishlagan, Koreyani o'zida qo'yilgan ipi bilan turibdi. Shestinalarning holati ideal holatda turibdi. Shotchiklari original shotchikda turibdi. O'zini radnoy yo'lkalari presslarni ikkala yondan ham qisadi, tepa pastdan ham qisadi. Kimga shunday apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, pastga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz.